Arzon chiqish kerakmi? Arzon chiqish kerak. Kelin tegishga obuna bo'lib qo'yinglar 200 mingdan kam berasam bo'laveradimi? Yo'q, bo'ldi 5 million 100 mingdan. Yo'q, undan 5 million 300 ming so'mdan berasam, Yo'q. nima bo'lajak bitorachida? 5 million 200 ming so'mdan bir joyga olaman degan akalarimizga Bu siz dastlabki qilib chiqarib beradi. Suyagini qarang, turishini qarang aka. Qo'y turishini qarang. Mashalloh. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizning ashaddiy obunachilari va muntazam kuzatib boradigan akalar, ukalar. Xohlasa yaxshi qo'y qidirib yuribman, arzon chiqmayapti akalar degan aka-ukalarimizga, hojibolarimizga videoni orqa ko'ring. Bu video sizni foydangizga, siz uchun maxsus olib chiqdik akalar. Mana eng arzon joyga kelganmiz. Like-ni bosib, videoni boshida qo'llab-quvvatlab obuna bo'lmagan akalarimiz, yangi kuzatib turganlar obuna bo'lib tursin. Qo'ldan kelgancha narxini akalar arzon chiqarish harakat qilamiz. Akalar, bu savollarimizni chiqaramiz. Barra qo'zon arzon chiqmasa akalar like bosmay qo'yaverasiz. Xudo xolasa, barra qo'zon ham arzon chiqarishga harakat qilamiz. Hammasi bu qo'z qo'y ekan. Bu qo'ylarimiz Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida, o'sha arzonchilar Optomshlar qishlog'ida, o'sha arzonchi Jamshidbek qo'ylari. Assalomu alaykum Islomxon. Obunachilar, hammalaringga juma muborak bo'lsin. Rahmat o'zingizga ham. Xudo xolasa bugungi pul yengillarni olib kelganmiz. O'tgan safar so'rashdi, talablarga binoan bo'ldi. Like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab tursa, Jamshidbek chiroyli qilib, yengil qilib chiqarib beramiz ha. Ha, deqqalar maza qilsin. Faqat akalar bugun klientga ishlaymiz. Jonivorlarni qaranglar. O'ta yiriklardan ekan, pul arzon. Bitta ona bolasi bor ekan, bolasi bonus bo'lib ketar ekan-da. Jonivorlar haqiqiy zo'rlardan ekan. Mana qo'ylarni qaranglar akalar. Haqiqiy zo'rlardan ekan. O'sha suyagi yirigidan, zo'ridan, arzonni olaman degan akalarimizga. Haqiqiy zo'rlardan ekan Jamshidbek. Son nechta? Son 9 dona kalla boshi 10 ta bolasi buni. Son 9 dona o'zi. Uylariga 10 dona bo'layotib boradi. 10 dona bo'layotib boradi, Xudo xolasa. 9 taga pul sanashadi, Xudo xolasa. Jam. Uni bo'ylari nima dedingiz, Jamshidbek? Bo'ylari 80 plus bo'lsa, 85 ham chiqaveradi. O'zim qaranglar jonivorni. Bolasi nima uka buni? Bolasi urg'ochi. Bolasi urg'ochi. Jonivar. Hammasi ko'paysin ekan-a? Ha, shunday. Hamma qonida bolasi. Qo'ylarni qaranglar akalar. Hammasini qonida bolasi bor. Yelinlari naq ekan shu qo'ylarga. Jonivorlar. Zo'r ekan, Xudo xolasa. Akalar, qo'ylarimiz ozgina sho'xlik qilyapti. Lekin hammasi bir-biridan polvon qo'ylar ekan akalar. O'zi yonida bitta naq bolasi ko'z ko'rib turgan. Xudo xolasa oldi tug'ish boshlabdi. Oldi boshladi, Xudo xolasa. Ayol qo'ylar yelini o'satang. O akalar. O jonivorlar yelini qaranglar. O qo'ydi qarang. Ikkinchisiga shu tug'ib berar ekan akalar. Xudo xolasa bir megadan tug'averadi. Xudo xolasa shunday. Hop, bo'ybasi nima dedingiz, Jamshidbek uni? 80 plus qolsa 85 ham bor ekan. 85 ham bor ekan. Mana qo'ylar akalar. Bo'ldi. 85 dan kam chiqmaydi. 80 plus qo'lavering. 1 sm u yoq bu yog'i. Hop, yedichlarda xolsa yaxshi hammasini. Xudo xolasa zo'r ona. Mana jonivorlarni qaranglar. Haqiqiy zo'r ekan akalar. Arzon chiqaraman deyaptilar, Xudo xolsa. Asosiysi narxida. Chiroyli qilib narxini chiqarib bersangiz, bitta obunachilar olib qo'yib chiroyli baraka topsa, xursand bo'lishadi. Bo'ldi, narxini ayting, yaxshi bo'ladi. Narxini o'zlar ko'ryapsa, bo'g'oz qo'yam 6 million usti bo'lyapti. 6 million pasta chiqarib beraman, nima bo'lasan beradi. 6 million emas, unda 5,5 dan ham pasta chiqarib beradi, Jamshidbek. Unadimi? Nima bo'lasi ham bor. O'sha ina bola ham ketadi o'shaning ichida. Qo'yu suyug'i. 5,5 pasta emas, 6 dan 6 million so'm, 500 mingdan kam bersin. 5,5 dan. 5,5 milliondan olsin ana. Qo'lda bering. 5 milliondan berasiz, Jamshidbek. Unda arzon chiqish kerakmi? Arzon chiqish kerak. Kelin tegishga obuna bo'lib qo'yinglar akalar. 200 mingdan kam berasam bo'laveradimi? Yo'q, bo'ldi 5 million 100 mingdan. Yo'q, unadimi? 5 million 300 ming so'mdan berasam, nima bo'lajak bitorachida? 5 million 200 ming so'mdan bir joyga olaman degan akalarimizga dastlabki qilib chiqarib berasiz. 5 million 200 ming so'mdan akalar nima deyapti? Narx haqiqiy arzon bo'ldi, tavsiya qilamiz. 5 million 200 ming so'mdan. Like-ni bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying aka. Shu chap tomonda pastda akalar obuna tugmachasi bor yoki podpiska bo'lib chiqadi. O'shani bosib qo'ying. Shunaqa qo'ylardan akalar, yaxshilardan xudo xolasa alohida bo'lib tursaring chiqarishdan to'xtamaymiz. Tanlab olishga plus minuslari bor lekin. Tanlab olishga qancha plyusini aytib qo'ying. Ona bolani tanlab olsa qancha yakkaladi? 6 million ustidan tanlab olib, yakkan tanlab olsin 200 ming 300 ming havo 300 ming oshmaydi lekin. Zo'rin tanlab olsin 5,5 dan. 5,5 million so'mdan. Zo'rin tanlab olish 5,5 million. Optimga olsa 5 million 200 ming so'mdan olsin ana. Xalq mazza qilsin. Telefon qilishadi, xayriga ham o'tib berasiz. O'zi 5 million 200 mingdan bo'ldi o'zi. Telefon qilishadi sunnatiga. Hech kim aytgan sotilmagan. Ozmoz o'tib berasiz. Lekin hammasini olsin bo'ldi, dastlabkani ham beramiz. Xudo xolasa hammasini olishadi akalar. Alohida o'tiraverasizlar. Keyingi partiyamizga qanaqalardan bor? Partiyamizga yosh to'g'li qo'zilar bor. To'g'li qo'zilar.
Janivarda qarang aka. Bu ham ketaveradi 5 million 200 ming so'mga. Like bosib aloqa chiqaring aka. Xudo xolsa yaxshilari arzonlar mana aka. Sizga tavsiya qilamiz. To'qli qo'zini mana shundoq akalar o'ta ham seryoznisidan. O'ta ham sog'lomini olaman deyapsan. Mana ko'z ko'rib turgan variantidan akalar. Hammasi to'qla Jamshidbek. Hozir simjun aka hammasi qo'yiladi qaranglar akalar. Noyob variantlardan. Bir joyda yurgan qo'ylar a? Ha, shunda bir joyda yurgan badan boshlari zo'r qo'ylar. Gap yo'q aka. Yaxshilardan ekan akalar. Like bosib qo'ying shaytiga hoji aka. Siz boblardan qo'ldan kelgancha chiqaraveramiz bunaqa zo'rlardan. Son nechta? Son 8 dona. Soni 8 dona. Bir joyda yurgan qo'ylar. Ha, bir joyda unaqa alyapti yo'q. Gap yo'q. Yemini Bu qo'y suyagini qarang, turishini qarang aka. Qo'y turishini qarang. Mashalloh. Like bosib qo'ying, like. Jonivor. Xo'p, soni 8 dona. Bo'y basti nima deymiz? Bo'y basti ashqolar 80 chiqdi, 75 plyus qolish olsin. 80 dan kam emas, momon qo'y o'zi to'g'ri. 80 dan emas. Ichida bor ekan shu to'rttakilar 80 plyus. 75 plyusga beraverasiz siz. Ha, yo'q, bonus bo'lsin, xalq maza qilib olsin. Gap yo'q. Dumba boshlarini qarang. Qo'ylarni qaranglar akalar. Havasga boqib yuraman degan akalarimizga. O'zimni qo'yib olaman, birinchi bolani o'zim olaman deganlarga bu. Haqiqiy, shu zo'rlardan aka. 15 yil baq 15 yil zakonni baqishadi. tug'irib zeriktiradi. Ha, hamma ular qo'yib qo'yarishadi. Bu bo'g'ozmi qisirmi Jamshidbek bular? Bunisini bir narsa deyaldim, lekin qo'ylar qorin tashlab qo'yibdi. Biz bo'g'oz. Qo'chqorcha yurganmi bular? Dalada yurgan qo'chqorishlar, ha. Dalada qo'chqori bilan yurgan. 50 kelib beraverasiz. Ular yo'q gap deya bir bo'g'oz hech kerak yo'q. Gap yo'q. To'g'ri shu. Lekin mana qo'ylar akalar qorin tashlab qo'yibdi. Janivarda qaranglar, mashalloh. O, shu qo'y akalar yilidan tashlab qo'yibdi. Qo'ylarni qarang. Dumbalari o'ta ham tikka, yaxshi narsalar ekan. Suyagi buzuq, uzun. Hammasi akalar tashdi. Bir qo'ra, bir joyda yurgan qo'ylar ekan. Yeb ishlari nima deymiz bular Jamshid? Ishlarini bir haftasini olish ular. Bir hafta sinovi bor. Qo'y yemasa bular nima deyapsan? Badallar haqiqiy zo'r ekan qo'ylarni. Dumbani qarang aka. Tikka yorma dumba ekan hammasini. Sog'ligi hamma yo'g'i joyida. Hamma yo'q joyida. Qo'yni bog' bersa bo'ldi. Bunda boqib bolani olsa bo'ldi. Gap yo'q. Buni Pulma pul qo'shaman deganlar. narxini sindirib chiqarib beringchi. Bo'ldi. Yo'llarga beramiz bularga. 8 tasini bir joyga olsin 4,5 million so'mdan. Bular o'tib ham 4,5 million so'mdan, 4 million 500 ming so'mdan. Nima deyapti akalar? Narxlar like bosib qo'yavering shaytiga. Obuna bo'lmagansa obuna bo'lib qo'ying. 4,5 million so'mdan. 4,5 million so'mdan qanchadan o'tib berasiz Jamshidbek? Kamini qilib bering, chirayliq 100 ming 100 mingdan. Yo'q, mayli. 200 ming 200 mingdan. Yana. Vallahi o'zi 1,5 million o'rnatib To'rtdan. Yo'q, sancha unda 4 million so'mdan. narsa tuqqaniga pishmay beradi unda. Yo'q, 4 million so'mdan bir joyga. Yo'q, unda men qo'shib qiladi. Tug'ib bersa ham qo'ylar. Keyingi yilga qo'z chiqmay qoladi-da. Bo'ldi. Kelishtiringlar, kelishtiring. 41dan. Ana sizniki ham emas, meniki bitta gapiraman. Siz obunachilarsiz, boshqasiga emas. 4 million 200 ming so'mdan 8 tasini olishsin, dastlabkasini ham berayman mana. 4 million 200 ming so'mdan. Olishsin mana. Bunaqasi chiqmagan hali. Shoshiling aka, aloqaga chiqing. 4 million 200 ming so'mdan bermaydi hech qayda. Bozorda bitta teri olaman desangiz ham 4,5 million so'mdan xillalasin, bunaqa xillalmaysiz akalar. Buni o'tib ham ketadi pullar. Ha, u 5 million qo'pla. 4 million 200 ming so'mdan Uylariga yetib borishadi. realniy narxi aka. Mana shunday bozorga borib, bunday qidirib, izbordalar yo'q. Uylariga borishadi, yo'l turadi meni bo'ynim. Dastlabkasi qayergacha? Toshkentgacha beplatmi? Dastlabki. 4 million 200 ming so'mdan bo'lsa berishadi. 4 million 200 ming so'mdan Toshkentgacha. Gap yo'q. Bittek degan nima deymiz? Bor kelishamiz. Bittek olaman degan akalarimizga. Bitta ehtiyolaman deganlarimizga plyus minusi bor. Baland 4,5 million. Gap yo'q. Like bosib qo'rasizlar akalar, hozir zo'rlardan ekan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Like bosishdan chiqmasin.